Hammaga assalomu alaykum akalar. Bugungi videomizda qanday qilib XMdan registratsiya o'tishini tushuntirib o'taman. Undan oldin kanalimiz 430 tadan oshgani uchun hammaga minnatdorchilik bildirmoqchiman va описаниедagi ссылкаdan registratsiya o'tib bir lot ochsangiz, men sizlarga ichlaridan 10 tasini tanlab olib $500 dan tashlab beraman. Eng yaxshi trade qilganlar ichidan. Imенно men ссылкамdan o'tganlar uchun. Bugun minnatdorchilik sifatida o'zimni xursand qilish uchun 17 Pro Max sotib oldim. Shuning uchun hammalaringizga tradingni yaxshilab o'rganishlaringizni tilab qolaman. Videoni ko'rishda davom etishingiz mumkin. Avvaldan nimaga imенно bu videoni ko'ryapsizlar? Chunki men trading bilan o'zi 1,5 yildan beri tinimsiz o'rganib, kurslar sotib olganman. Mana balans 4800 bo'ldi. Videolarda ko'rgan bo'lsangiz, balans oshib ketyapti. Undan tashqari, bizda XM paketidan registratsiya o'tish uchun videodagi kommentariyga kiramiz. Bu yerda men zakrepish qilib qo'yaman. Shu ссылкаdan registratsiya o'tishimiz kerak. Chrome, Safari farqi yo'q. Mana birinchisi получите свой бонус debdi. O'qib chiqish lazım ekan. O'qib chiqmasa lazım mayli. Начать торговлю degan joyga bosamiz mana xo'raga. Bu usti bu yerda O'zbekistonni tanlaymiz. Bu yerda pochtamizni kiritishimiz kerak. Pochtamizni kirgizamiz. Bu yerda parol o'ylab topishimiz kerak. Parol o'ylab topamiz. Bu yerdan ya ptichkani bosib registratsiyani o'tamiz. Endi esa elektron pochtangizga SMS yuboradi. Shu pochtaga kelgan xabardan hozir ko'rsatib o'taman. Mana подтвердить adres elektron pochtaga bosamiz. Подтвердить qildik. Подтвердить qilgandan keyin для начала подтвердить свой счет. Подтвердitni bosamiz yana bu. Bu yerdan nomerimizni yozamiz. Bizga SMS keladi. SMS kirganimizdan keyin ismimizni yozishimiz kerak. Masalan, Sho'rquq. Bu ochsamiz kiritmasa ham bo'ladi. Familiyamizni yozamiz masalan. Medif bo'lsa. Tug'ilgan sanamizni yozishimiz kerak bo'ladi. Masalan, 07 birinchi yil yozish kerak ekan. Masalan, kimlik 07. Keyin adresni yozamiz. Shahar, улица, почтовый indeks masalan 140100. Bu Samarqand shaharniki. Shuna qilib o'tamiz registratsiyadan. Registratsiyadan o'tgandan keyin shot ochishni tushuntirib o'taman. Sizni o'tib oldik. XM ni yuklab oldik. MetaTrader 5 yoki MetaTrader 4 ni tanlashimizga to'g'ri kerak bo'ladi. O'zim tavsiya beraman MetaTrader 5 ni, chunki ancha osonroq. Mana yopilmagan, ochilmagan zerkalarimiz bor bu yerda. Shuning uchun kirib oldik. Bu yerdan keyin pasport подтверждение o'tishimiz kerak. Yon shotimizni подтвердить qilish uchun подтвердить shot degan joyni bosamiz. Разрешить qilamiz. Обязательно informatsiya degan joyga подтвердitni bosamiz. Birinchi bajarildi. Endi ikkinchisiga o'tib загрузка документов degan joyga bosamiz. Bu yerda dokumenты не загружены hali o'tmagan deyapti. Pastga tushamiz. Начать verifikatsiyani bosamiz. Verifikatsiyaga bosganimizdan so'ng начать проверкаga bosamiz. Pasport degan joyga bosib olib, eski pasport bo'lsa, oldini rasmga olamiz. Oldin rasmga olgandan so'ng bizni yuzimizni Face IDdan o'tkazishni so'rab o'tadi. Shotni qanday ulaymiz? Masalan, endi masalan biz shot ochdik, bizdan nollar ko'rinadi, shuning uchun ulab olishni ko'rsataman. My shot degan joyga bosamiz. Bu yerda pastida server degan narsani mana kopировать qilib olamiz. MetaTrader 5 ga kiramiz. Pastda настройки degan joy bor. Настройкиga bosamiz. Pluschani bosib bu yerda shu kopировать qilgan narsamizni shunday qo'yamiz. Tamam. Bu yerda logins. Loginni ham xuddi shu yerdan bosib olamiz. Mana nomer shoti. Boshda yozgan parolingizni kirgizamiz. Yozib kirgizamiz.
keyin bossak kiradi. Hisob to'ldirish uchun yana XM ga qaytamiz. Пополнить счет degan joy bor. Mana пополнить счет. Bu yerda Visa karta, Uzcard, Humo. O'zim tavsiya qilaman Visadan to'ldirishni, agar Humoda bo'lsa undan ham yaxshi. Visada chunki eng minimalni boshiga menimcha $5 edi. Hozir minimalni $15 bo'lgan. $15 kirgizamiz. Bu yerda подтвердить. Bu yerda karta raqamini yozasiz. Hamda qachongacha amal qiladi и CV kodini. Keyin kimga karta tegishli yozib bo'lgandan keyin pay qilamiz. 2 minut 1 minut ichida tashlab beradi. Agar tushunchangiz uncha yaxshi bo'lmasa, qanday qilib lot ochish hech nima tushunmasangiz, bu yerda signallar bor. Masalan, USD degani bu gold. Bu yerda pozitsiyadan gold bo'lsa, gold chiqadi. Ba'zilarga USD deb bo'lsa, USD bo'lib chiqadi. Mana menda gold bo'lib turibdi. Bu Telegram kanallar bor. Masalan, aytadi, hozir sotib oling deydi. Buy deganini sotib olasiz. Minimalni mana bu yerda 001 lot ochsa bo'ladi. Hozir yakshanba kun bo'lgani uchun ishlamayapti bozor. Bu yerda 001 lotdan ochiladi. Eng minimalni risk uchun. Agar ozgina katta lot ochsangiz, mana agar pastga ketsa, siz foydada bo'lasiz.